Oliy ta'lim tizimida 2024-2025 o'quv yilidan boshlab registrator ofisi faoliyati ham yo'lga qo'yilmoqda. Bu tashabbus oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini yanada samarali boshqarish va talabalarga xizmat ko'rsatishni yaxshilashga qaratilgan. Bir qancha oliy ta'lim muassasalari allaqachon ushbu tizimga o'tib, talabalarga tez va qulay xizmat turlarini ko'rsatib kelmoqda. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti ham shular jumlasiga kiradi. O'zbekiston oliy ta'lim tizimi uchun yangilik bo'lgan registrator ofisi o'zi nima va u qanday vazifalarni amalga oshiradi? Gap shundaki, registrator ofisi talabaning ta'lim natijalari tarixini ro'yxatdan o'tkazuvchi hamda bilimlarni nazorat qilishning barcha turlarini tashkil etish, uning akademik reytingini hisoblashni ta'minlaydigan akademik xizmat hisoblanadi. Universitetdagi registrator ofisi bir nechta sektorlardan iborat bo'lib, har birining aniq vazifasi belgilab berilgan. Registrator ofisi ikki bo'limdan iborat, ya'ni talabalarga xizmat ko'rsatish va ma'lumotlar bazasi. Talabalarga xizmat ko'rsatish ofisida hozirda bizda menejerlar ishlamoqda. Ya'ni bu ofisning asosiy maqsadi nimadan iborat? Ya'ni talabalarga yengillik. Ya'ni talabalar o'sha ta'lim jarayonida duch keladigan muammolar, savollar va murojaatlarni ya'ni bir joydan, ya'ni markazlashtirilgan ta'lim xizmatlari registrator ofisida barcha muammolarni hal qilish mumkin. Ya'ni talabalarda to'lov-kontrakt jarayoni bo'yicha, umuman xemiz axborot tizimi bo'yicha ishlash va undan kelib chiqayotgan savol va murojaatlarni barchasini ofisda kelib hal qilish mumkin. Oldin masalan dekanatda masalan duch keladigan muammolar, ya'ni talaba imzo qo'yish ma'lumotnomasiga yoki qaysidir bo'limdan, tegishli bo'limdan hujjatlar olish kerak bo'ladigan ovoragarchiliklarni bitta joydan registrator ofisidan tez muddatda sifatli xizmat ko'rsatish jarayoni yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari talabalar harakatini muvofiqlashtirish, ro'yxatga olish, marketing, talabalar amaliyoti va axborotlarni tahlil qilish, nazorat ishlarini tashkil etish va baholash kabi sektorlarning vazifasi aniq belgilab berilgan. Muhimi, registrator ofisi talabalar uchun qulay bo'lib, u har tomonlama optimal qilib shakllantirilgan. Registrator ofisining ishga tushganligi biz talabalarga juda ham foydali bo'ldi. Kontrakt to'lov amalga oshirganimizda qancha foizini amalga oshirganimizni bilmas edik. Buning uchun buxgalteriyaga borib navbat kutib turar edik. Endilikda registrator ofisning buxgalteriya xodimiga murojaat qilgan holda kontrakt miqdorimizni qancha foizini to'laganligimizni tez va qulay tarzda bilib bormoqdamiz. Endilikda talabalar ma'lumotnoma o'qish joyidan ma'lumotnoma olish uchun Xems dasturiga kirib, tez va qulay usulda yuklab olmoqda. Bizga ancha qulaylikni yaratdi. Registrator ofisida talabalarning shaxsiy hujjatlarini arxivgacha saqlash, registrator ma'lumotlar bazasini shakllantirish va muntazam yangilash, bitiruvchilarning diplomlarini rasmiylashtirish va taqdim etish, talabalar kontingenti bo'yicha statistika yuritish kabi qator ishlar ham amalga oshiriladi. Universitet professor o'qituvchilariga ham bunday o'zgarishlar juda ma'qul kelmoqda. Xalqaro nufuzli ilmiy nashrlarda maqolalar, monografiyalar nashr qilish, xorijiy mamlakatlarda malaka oshirish, xullas ko'proq o'z ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Xonzoda Begim Abdiy va Aziz Raimboyev, Poytaxt.